Assalomu alaykum obunachilar. 21.07 topib qo'ydik. 1981-yil. Holatlari yaxshi. Motor hadavoy muzda ishi yo'q. Tayyor holatda. Korobkasida to'rdan tashlayapti ekan. Atak mashinamiz yaxshi holatda. To'rtta baloni yangi ekan. Mashinamiz rasxoti yo'q hozirgi paytda. Shu bitta korobkasida ishi bor ekan xolos. Texpasporti yangi texpasportdan generalniy prostoydavernis bo'lar ekan mashinamizda. Mashinamiz Toshkent nomerida turibdi. 10 partiya. Generalniy prostoydavernis yozdirib berishaverar ekan. Holatlari o'rtacha holat, puliga yarasha mashina. Arzonidan so'raganlarga mana arzonidan metallom narxiga. Akalar yurib turgan mashina, bitta bossalaring yuradi, ertalab kechqurun любой payt bossalaring yuradi mashina. Hech qanaqa rasxoti yo'q hozirgi paytda. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlari yaxshi holatda, 3 motor, lanjronlari ham butun ekan, chirim netib yorilib ketmagan. Akkumulyatori ham rabochiy yaxshi ekan. Ertalab kechqurun yurg'izaveradi. Antifriz bo'lgan ekan, mashinamiz qishda hozir suv aralashgan antifrizga. Elektronika tramblor ekan mashinamiz, elektronik qilib berishibdi. Labo'ylari butma-butun tayyor ekan. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari ham mana yaxshi, tinig'idan. Hech qancha yurmagan, 3 oy yo 4 oy yurgan xolos. Salonlariga keladigan bo'lsak, salonlari ashibkalari yaxshi. Chixoli jicha urinib qolgani, yuvib tiqib qo'ysa bo'ladi. Polilari ham bor ekan. Torpedalari mana shu holatda. Orqa tomonlari mana. Mashinamiz 07 mashinamiz mana chiroyli holatda turibdi. Dehqonchilik akalar, faqat minishgan xolos akalarimiz. Minilgan mashina. Holatlari yaxshi, kuzupida endi mana shu kapotlarida atida-batida chaqa-chuqalari mashlari bor ekan, lekin eshiklarida mana bitta-ikkita joylari bor ekan. Mana shunaqa joylari bor, endi puliga yarasha mashina. Mashinamiz Marg'ilon shahrida turibdi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 10 million deyishyapti, tushib beramiz deyishdi. Oxiri 6 millionga bo'lsa beramiz deyishyapti. 6 million so'mga berishar ekan mashinani. Yangi texpasport mashinamiz. Dastavka xizmatlarimiz bor mashinani. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsak, 93 657 80 31. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xohlasa. Hamma yo'q ishlaydi mashina, tayyor. Yurib turgan mashina.